Suga charchamayapsizmi? Tinchmisiz? Biroz aka biz o'zimiz chiqib turadigan bo'ldik. Xotirjam dastlabkiga chiqib turaring deb qo'yganingizda uka. 3 kundan beri. Uka chaqirib qoladigan bo'lsa hijolatchilik bo'lib qolmasin deb uyda yotibman aka. Biroz aytib qo'ysangiz bo'lardi uka. Assalomu alaykum Farruh aka, yaxshimisiz? Tuzingmiz aka, charchamayapsizmi? Bo'lyaptimi aka? 2 kundan beri 2 kop ish qilyapmiz, xolos aka, gaz yo'q. Gaz dushanba kuni yonadi deyapti aka. 2 kop ish qilsam, sizga bersam, mashinaga gazni qo'ysam aka, hech narsa qolmaydi menga aka. Aslan aytaman deb aka esimdan chiqib qolibdi. Uyda ishlarim bor, ishlarimni qilyapman deganingizga aka, men uyda ishlarni qilsa kerak debman-da. Siz sog'ligingiz yaxshimi? Charchamay ishlayapsizlarmi? Uka hali ishdan nari o'taman va pul olib berasizmi uka? 400 mingda qoluvdingmi? Senga bir yozib berdim. Assalomu alaykum Farruh aka, yaxshimisiz? Charchamay ishlayapsizmi aka, tuzingmisiz? Farruh aka, 400 mingda qo'yganmiz. Xudo xolasa 1-2 kunda qilib beraman aka. Hozircha gaz yonmadi aka, 2 kop qilyapmiz. Mashinani gazi, o'tin, ko'mir, noxonani ichiga. Shunaqa qilyapmiz. 300 ming pul qolyapti. Ro'zg'ordan sinolmayapman, to'g'risi aka. Xohlasangiz aka kelib ko'rib keting aka, sharoitni to'g'risi. Hali pul bo'lsa bittada qilib beraman, men ham qutulganim handan aka. Hozircha sharoitcha qiyin bo'lyapti aka. 4 kunda gaz yonib bo'ladi deyapti, shuni kutib turibmiz biz. Bo'ldi. Jon, o'jalmaga borib tekshiradigan emas uka. Bo'ldi. 1-2 kunda aytaveramiz, bo'lmasa xabarlashamiz. Yaxshilar aka. Bo'ldi Farruh aka. Xo'p aka, rahmat. Yaxshimisiz? Tuzingmiz uka, charchamay ishlayapsizmi? Uka har ishdan qaytishda kirib o'taman. Naq pul olib bersa uka. Assalomu alaykum Farruh aka, yaxshimisiz aka? Charchamay ishlayapsizmi? Tuzingmiz aka. Aka, 2 kunmi, 3 kun bo'ldi endi ish boshlaganimga. 4 kun dam olib maza yo'q aka. Har kuni qilgan nonlarim emas. Uni yo'g'idan olib qo'yibman, hammalar o'qib ketib aka. Assalomu alaykum Farruh aka, yaxshimisiz? Tuzingmiz aka, charchamay ishlayapsizmi aka? Uydagilar yaxshimi? Farruh aka, bilaman aka, ishlagan pulni so'rayapsiz aka. Anaqa ish bo'lmayapti-da oldingida aka, hali yolg'on gapirish emas aka. 3-4 kunmi dam oldim endi. Kecha ish boshladim aka. Xudoolasa 1-2 kunda o'zim aka aloqaga chiqaman aka. Ishashlik qo'llarda turib pulingizni ishdan oling aka. Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi uka? Charchamay ishlayapsizmi? Uka, telefon qila olmaganingizga men o'zim iltimos qilib yurib so'rayman shekilli. Endi xizmatni kami ko'zsiz qildik shekilli. Bir ishga vaqtida kelib uka, har kuni bir telefonimizni o'chirib olib yo kelmay qo'ygan joyimiz yo'q. O'zizdan oladigan 400 ming so'm pulga qarab qolgan joyimiz ham yo'q. Prosta uka, ash pulga men bir kun umrimni o'tkazib mehnat qilganman uka. Uka, 12-noyabrda siz bilan oldi berdi qolgan ekanmiz. Dekabrda uka 15i bo'lyapti. Bir oyda ham 400 ming so'm pul bera olmaydigan darajada qiynalib qolmagandirsiz, Umidjon? Unchalik emas endi uka. Bu videoni qilishdan maqsad kimnidir shaxsiyatini olib chiqib ko'pchilikni ichida obro'sizlantirish emas. Agar shunaqa bo'lganida kimligini aytardim. Mana ismi yozilib turibdi, men uni atay yopib qo'yganman. Ovozini o'zgartirib qo'yganman. Xullas, bu odam telefon qilib, aka shunaqa ishlayotgan odamni bir sabab bilan 10-15 kun dam olib turadigan bo'lib turuvdi. 10-15 kun yordam berib tursangiz deganida, bo'pti deb dastlabkida kuryerlikda yuraman. Shu ishimni yig'ishtirib qo'yib, shu odamni oldiga borib 10-15 kun ishladim birga. Keyin
15 kundan keyin ish qaytib chiqadigan bo'ldi. Oxirida ketayotgan paytimizda, işte oxirgi ishlagan kunimda 400 ming so'm oldi berdida qoldi ish haqimda. Dastlabkida o'zi kuniga 5-600 ming so'm topaman, 4 soat, 5 soat ishlab turib. Shu odam iltimos qiluvdi. Bo'pti, endi qo'limizda hunarimiz bor ekan. Shu hunarimizga ish tushib, hurmat qilib chaqiribdi deb borib xizmat qildik. Endi 12-noyabrda chiqayotgan bo'lsam, 15-dekabrda oxirgi kuni meni Galasovoydan Telegram ichkasiga kirib yozdim. Uka, iltimos sizdan qarz so'ramayapman. Xizmatingizni chiroyli qildim deb ish haqimni so'rasam ham javob ham yozib qo'ymayapti-da, men oxirida ochgan, eshitgan. Shu 33 kunda ham odam 400 ming so'm do'kon yurgizayotgan odam 400 ming so'm pul topib turib, mehnat qilgan odamning ish haqqini to'lab qo'ya olmaydimi? Bir ishimizda, hunarimizda kamchilik bo'lgan bo'lsa, shuni betimizga aytsaki, aka, 10 kuni siz kelmadingiz ishga, men sizga ishonib xamir qilib qo'ygan edim. Yo bo'lmasam ishingizni siz dogovor qilgandek chiroyli qilmadingiz aka. Meni savdoyimga ta'siri bo'ldi. Men ubikkaga kirdim. Yo bo'lmasam ishga kech keldingiz, yo telefoningizni 10 kuni o'chirib oldingiz deb aybimizni bo'ynimizga qo'ysa, qo'limizni ko'ksimizga qo'yib, xo'p bo'ladi, ayb menda ekan, ming bor uzr deb aybimizni bo'ynimizga olsak. Alhamdulillah ustamiz hunarimizni mukammal qilib, zo'r qilib, aybini izlab topa olmaydigan qilib, zo'r qilib o'rgatib qo'ygan. Ustamjonni shagirdiman deb qayerga borib ishlagan bo'lsam, ustingga rahmat degan gaplarni eshitganmiz. Hattoki shunaqa 30 yil, 35 yilga katta novvoylarni ham qo'lida ishlaganimizda atay tirnag'imizni tagidan kir qidirgan odamlarni ko'rganmiz. Shular ham aybimizni topa olmagan. Daji kerak bo'lsa shu odamlar bizdan hunarni, qaysidir tomonlarini tekislab, o'zini ishini ko'rib, kamchiligini to'g'rilagan joylarni ko'rganmiz. Ustamizga rahmat olib bergan joylarimizni ko'rganmiz. Lekin birortasi bizga jalba qilib, bir ishimizdan nolib, ishga kelmay qo'ygan joyimiz yo'q. Yo ishga kech qilgan joyimiz yo'q. Yo bo'lmasam bir ishga mas'uliyatsizlik qilgan joyimiz yo'q. Hammasi taniydi mana Andijonda novvoylarni, katta novvoylarni hammasi taniydi deyarli. Go'zal qilib xizmatimizni vaqtida qilib qo'ysak, bir ishimizdan kamchilik bo'lmasa, shunda ham ish haqimizni yalinib so'raymizmi biz hunarmand odam bo'lsak? Bir qo'limizda bezdenli hech narsaga arzimaydigan bir bezdenli bekarchi bo'lsa ekan, borib ishimni pulini bermadi, shu ishim yoqmadi shekilli-da deb o'ylansak. Qo'limizda hunarimiz bor, usta odammiz. Menga bir kunimga 300 ming so'm, 400 ming so'm bu odam pul bergan bo'lsa, rahmat. Lekin men unga yarasha mehnat qildim, xizmat qildim. Kunda 5-600 ming so'm dastlabkidan pul topib turgan joyimdan ishimni tashlab, shu odamning oldiga borib ishladim. Endi oxirida rahmat shumikin. Oxirida yozsam, eshitib qo'yib turib, ochib qo'yib turib javob ham yozmadi meni. Men 3-400 ming so'm pulga qarab qolgan joyim yo'q, lekin shu novvoylar biladi mana, kechasida ish qilinadi. Bo'laman bizning sohada, patirda. Shirin uyqumni kechib, shu odamning novvoyxonasiga borib, kech paytda maza qilib uxlaydigan vaqtimda ishlaganman, sahargacha. Men bir kunlik pulimni kechib olmayman-da, 400 ming so'm ekan u. 400 ming so'mni kechib olaman, bir kunlik mehnatim turibdi-da bu yerda. Endi nima qilamiz? Shu qilgan mehnatimiz pulini ham iltimos deb yalinib yurib olamizmi, hunarmandlar? Nima deysizlar? Shunaqa odamlarni nima deb murojaat qilish kerak, nima deb iltimos qilib pul olish kerak bulardan, nima qilib pul olish kerak bulardan? Yo haligi mana hunarmand ustalar ham bor, quruvchilar bor, mana maryarlar bor, gipsokartonchilar bor. Shularning videosini mana ko'ryapsiz. Hamma ko'rgandir. Mehnatini qiladi, oxir obyekt bitgandan keyin pulni bermaydi. Keyin izdaniyasini o'zi qilgan joyini buzib ketadi. Biz nima qilishimiz kerak? Bir ishimizni kamchiligi bo'lmasa. Alhamdulillah men aytayapman, ustamiz hunarimizni puxta qilib, zo'r qilib, o'tida 100% qilib o'rgatib qo'ygan bo'lsa. Shu bilan borib xizmatini qilib kelsak. Aka, mana shunaqa yordam bering desa, bo'pti deb hojatini chiqarib kelsak shu odamni. Endi oxirida mana shunaqa bo'ladimi o'zbekchilik? Bir betayin odam desa, yaxshi odamlarning farzandlari. Obro' e'tibori bor o'ziga yarasha. Yaxshi necha yilgi ustozodalarning farzandi. Endi birarki shunaqa odamlarga Payg'ambarimiz alayhissalom mardikorda xizmatini qilgan odamda peshana teri qatimasdan turib pulini berib qo'y degan gaplarni gapirsangiz, hadislarni gapirsangiz, betingizga aytmasa ham ichida ensasi qatiydi, menga domlalik qilmasa-da. Ashunaqa deydi. Endi meni aytayapti, aka, xavotir olmayman, pulingiz ishonchli qo'llarda deyapti. Bu ishonchli qo'llardan biz pulimizni qachon olamiz? Bizga aytinglar, biz qachon olamiz? Qiyomatda olamizmi? Ishonchli qo'llardan. Bir joyda ishlaganimda ham shunaqa voqea bo'lgan edi. 3-4 kun ishladim, arzimagan 100 ming so'm, 150 ming so'm pul berib yurdi. Aka dedim, pulimni kunlik rasxod qilmasangiz, men ishlay olmayman siz bilan dedim. Keyin 2 kun, 3 kun ishladim, o odam bilan ishlamadim. Bir joyda ko'rishib qoldik, aka dedim, shunaqa mehnat haqqimni bermadingiz dedim. Desam bermayman dedi, nagili. Yo'q, aka dedim, mehnatimga achinib ketdim-da, 3 kun, 4 kun odamnikiga borib ishladim. Aka dedim, umrim bo'lsa dedim, janazangiz ustida turib bo'lsa ham, mayitingiz ustida turib bo'lsa ham ish haqqimni so'rayman dedi.
Shu darajada qilgan muomalasi ko'nglimgacha o'tib ketdi. Shu gapni gapirsam yaqamdan olishgacha borganda, yaqinlashib ketishgacha borganmiz. Mana shu yerda yana qolgan hamkasblar ajratib qo'yishgan. Endi bunaqa odamlarga halol mehnat qilsangiz, kamchiligingizni topa olmasa, vaqtida kelsangiz, bir telefoningizni o'chirib olib ishkal ish qilmasangiz, ish haqqingizni bermasa oxirida. Nima deysiz bunaqa odamlarga? Nima deb ish haqqingizni olishingiz kerak bularga? Iltimos qilishingiz kerakmi? Nima qilishingiz kerak? Iltimos qilsangiz ham buni javob ham yozmasa, yo telefon qilmasa. Hali ishonchli qo'llarda turgan bo'lsa bo'ldi pulimiz. Qiyomatda olamiz. Biz ularni xizmatini chiroyli qilib qo'ydik. U yog'iga Alloh kifoya. Alloh o'zi kifoya qilsin.